Yolg'on gapirishma, men bittanga ham vizib tashlaganman. Odilxoning boshladi o'zi vizib tashlashdi. Hamma shaqalga o'xshab faqat menga tashlab yotishibsan. Menga vizib tashlayotgan hamma eshitib qo'y, ikkala qulog'ing bilan. Senlar g'alati ekansanlar. Senlarni so'kkim kelyapti, qo'y deb o'zim ushlab turibman. Sabab sal kulturniroqman senlardan farqim. Samandar tank degan bor ekan. Uka, sen tank emassan, sen ketmon ekansan. Sen menga vizib tashlading. Senlarni hamma menga vizib tashlashyapsan. Xalqni nimaga aldashyapsan? Hammaga vizib tashlayapsan, Begzufar deb. Yolg'on gapirishma, men bittanga ham vizib tashlaganman. Odilxoning boshladi o'zi vizib tashlashdi. Hamma shaqalga o'xshab faqat menga tashlab yotishibsan. Men bitta Marsel bilan urushaman dedim. Men senga taniqli odam bilan urushmoqchiman. Endi ketmon, sen meni eshit. Birorta videoingga men atvet qilganim yo'q. Gapirib chiqqanim yo'q seni vizibingga. Chunki men bir tinga olganim yo'q. Sen menga ne interesniysan. Qolganlari ham, senlar g'alati bolalar ekansan. Bekarga seni hamma yomon ko'rib, g'ashi kelib, kulgisi kelmaydi. Cringe bolalar, aqli yo'q, strategiyasi yo'q. Borib trenirovkangni qilib, bo'yingda karyering bo'yicha o'sib ketaver. Nimaga menikiga osilishyapsan? Xame bir chekada. Ismini ham aytgim yo'q, qolganingni senlarga hype bergim yo'q. Agar lichna menga qanaqadir adovating bo'lsa, meni o'zimga gapir. Urushon, men sanaga ozg'in ekansan, semiz ekansan, meni gapir, men senlarni gapiryapman. Sen onangni, oilangni qo'shmayapmanmi? Bunaqa narsaga oila umuman qo'shilish kerak emas. Sababi любой, не по понятиям, любой sohasiga tushunishdingmi? Kim qiladi buni? Buni chort qiladi. Nima topsholmayapsam oilamdan boshqa menga pretenziya. Agar men qanaqa yashayotgan bo'lsam, senga yoqmayotgan bo'lsa, yo seni mishlenining to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, menga po'xqo'y, tushundingmi? Men o'zim baxtli yashasam bo'ldi hayotimda, men o'zim bilaman. Butun dunyo uchun yomon bo'lsam ham menga farqi yo'q buni. Men oilam uchun krasavchikman, zo'rman. Glavnisi shu menga. Eshitib qo'yish, ikkala qulog'ing bilan. Hech kim menga qiziqmassanlar. Menga Marsel qiziq, Marsel bilan bo'yin bo'ladi. Senlar bilan adabada aytishib, gap talashib, bir narsa qilib, majmalashishim yo'q. Ham menga hype kerak ekan, meni orqamdan hype qilib ko'tarishmoqchi bo'lyapsan. Sababi po faktu aytaman, birortenga men vizib tashlaganim yo'q, birortenga. Hamma menga vizib tashlayapsan. Shu darajada ko'ting achishyapti, to'shto Marsel men bilan urushmoqchi, men shu darajada ko'tarilib ketishim mumkin. Bitta bo'y o'tkazib nokautga jo'natgandan keyin hamma osilyapsan shakalga o'xshab. O'zbek bo'lib turib, birorten podдержкаning o'rniga hamma yomon ko'rishni boshladingmi? Menga po'xqo'y. Imminni shu yo'l bilan men hammaga dokazat qilib qo'yaman kimligini. Yana bir bor uzr, emotsiyalarim juda kuchli. So'kinmayman deyapman, lekin og'zimdan chiqib ketyapti, oldindan aytib qo'yaman. Yana bitta gapni aytay, senlar hammalaring dalbayo'p ekansanlar. Chunki kallalaring ishlamaydi, o'zingni aqlli deb o'ylar ekansan. Normalniy trenerda trenirovka qilib yuribdi bu bola, chiroyli ketyapti degan fikrda edim senda, Samandar. Lekin sen ham osilib yotibsan. Bo'ldi qilish. Men bunaqa maynavozchilik o'zlaringni qatoringga qo'shib olmagin meni. Bu ham ashaqa hype, PRchi. Men trenirovkamni qilyapman. Men podgotovkamni chotki qilyapman. Yaqinda SNG tanigan boyets bilan bo'yin bo'ladi. Kontrakt kutib turibmiz. Tushunishdingmi? Eng mashhuri bilan bo'ladi. Senlar hech narsaga arzishmaysan. Senlarda hech kimga keragi yo'q. Sendaqa boyets bilan urushganimdan ko'ra, men bo'ysiz o'tib ketganim yaxshi. Tushundingmi? Bo'y o'tkazmagan bu. Senga nima qizig'i bor? Men bo'y o'tkazganman, o'tkazman. Sen menga vizib tashlayapsan-ku, bo'y o'tkazmagan bo'lsam-a. Tushunyapsanmi? Urevenimiz boshqa. Senlar pastdasanlar. Faqat meni absurd qilishga, faqat meni o'ylashga shunga kuching yetadi, xolos. Agar rostdan urushmoqchi bo'lsa, kelmani meni zalimga kel. Nimaga men seni zalingga borishim kerak? Kesalaring qaytib bo'yga chiqmaydigan qilib qo'yaman. Hammang bitta shapalaqli bolalarsan. Bitta shapalag'imga chidash olmaysan. Normalniy mehnat qilishni bilmaysan. Voldir qilaverasan. Xalqni aldab yuraverasan. Masxarabozlik qilaverasan. Ko'tlaringni qisib, kontent qilsang qil, trash talkni chiroyli qilsang qil, urushsang urush. Bo'ldi qilish. Bunaqa maynavozchilik kerak emas. Dalbayo'bga o'xshab chiqib olib, Begzufar, uyalishmaysanmi? Bayes degan noming bor. Hadib menga osilaverib. Bor o'zingni saperlik bermayaptimi yo senga bo'ying yo'qmi sen? Sen hech kim emassan senlar bilan urushim uchun. Tushundingmi? Men senga tanigan odam bilan urushaman, yaqinda bo'yim bo'ladi. Hamma kutadi, bu bo'y go'da bo'ladi. Mashi gapim oxirgi tochka birorta menga vizib tashlashsa, bir tinga olmayman senlarni, itak bir tinga qimmatsanlar hamma. Tushunishdingmi? Mana shu yerda tochka qo'yildi, и всё. Voldir gaplar kerak emas. Hamma gapimni aytib bo'ldim. Так что ko'rishguncha.